Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar. Bugungi videomiz nihoyatda muhim. Shoshilinch xabar bilan sizlarga murojaat qilaman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga bevosita taalluqli bo'lib, uning e'tiborsiz qoldirilishi jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni ko'proq odam ko'rishi va manfaat olishi uchun juda muhimdir. Bugun men sizga pensiya tizimidagi so'nggi o'zgarishlar haqida, xususan yangi rasmiy talablar to'g'risida gapirib bermoqchiman. Bu masalaga shoshilinch yondashish zarurati paydo bo'ldi. Chunki yaqinda joriy etilgan yangi tartiblar ayrim nafaqaxo'rlar uchun jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Core of the problem. So'nggi bir necha hafta ichida pensiya tizimida xususan ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun yangi qoida joriy etildi. Ilgari ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z pensiya to'lovlarini avtomatik tarzda hech qanday qo'shimcha harakatsiz olib kelishardi. Tizim avtomatlashtirilgan bo'lib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar kabi bir qator muhim tafsilotlar muntazam ravishda qayta tekshirilmaydigan edi. Bu esa afsuski ba'zi hollarda norasmiy tarzda vafot etgan shaxslarga pensiya to'lab yuborish yoki pensiya miqdorini aniq hisoblashda xatoliklarga yo'l qo'yish kabi muammolarni keltirib chiqardi. Masalan, vafot etgan kishining bank kartasiga pensiya o'tkazilib, uchinchi shaxslar tomonidan noto'g'ri ishlatilishi yoki shaxsiy ma'lumotlari eskirgani sababli to'lovlar bir muddat to'xtab qolishi kabi holatlar kuzatilardi. Hukumat bu muammolarni bartaraf etish, pensiya mablag'laridan oqilona va adolatli foydalanishni ta'minlash maqsadida jiddiy islohotlar qildi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi tartibga ko'ra ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlashlari va ba'zi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishlari shart qilib belgilandi. Bu talabni bajarmagan taqdirda pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi yoki hatto ma'lum bir muddatga to'xtatilishi mumkin. Ya'ni agar siz belgilangan muddat ichida tegishli harakatlarni amalga oshirmasangiz, navbatdagi pensiya to'lovingizni olmasligingiz yoki u ma'lum bir miqdorga kamayishi mumkin. Bu aynan kimlarga tegishli, qanday qilib amalga oshirish kerak? Bularning barchasini hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Main part 1. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas? Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu yangi tartib barcha nafaqaxo'rlarga birdek taalluqli emas. Biroq, agar siz quyidagi toifalardan biriga kiradigan bo'lsangiz, albatta e'tiborli bo'lishingiz va zarur choralarni ko'rishingiz lozim. 1. O'z shaxsiy ma'lumotlarini so'nggi 3 yil ichida yangilamagan nafaqaxo'rlar. Aksariyat nafaqaxo'rlar avtomatik tarzda ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lishadi, ammo yashash joyi, familiyasi, pasport ma'lumotlari, bank rekvizitlari kabi muhim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, aynan siz ushbu toifaga kirasiz. Masalan, agar siz bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, yangi manzilingizni pensiya jamg'armasiga bildirmagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz eskirgan hisoblanadi. Yoki sizning familiyangiz turmush qurgandan keyin o'zgargan bo'lsa-yu, bu haqda rasmiy idoralarga xabar bermagan bo'lsangiz, tizim sizni eski ma'lumotlar bilan qabul qilishi mumkin. Bu esa to'lovlar bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin. 2. Vasiylik yoki homiylik asosida boshqa shaxslar uchun pensiya oluvchilar. Bu asosan nogironligi bor shaxslar yoki voyaga yetmagan bolalar uchun olinadigan nafaqalarga tegishli. Masalan, opam Gulsara 65 yoshda. U marhum singlisining 15 yoshli nabirasi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Endi yangi qoidaga ko'ra Gulsara opam har yili nabirasining maktabda o'qishi yoki kollejga kirishi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi shart. Agar u bu ma'lumotnomani taqdim etmasa, nabirasining 18 yoshga to'lmagan bo'lishiga qaramay, pensiya to'lovi vaqtinchalik to'xtatilishi mumkin. Chunki tizim bolaning holatini tasdiqlashni talab qiladi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxs uchun pensiya oluvchi homiy nogironlik muddatini uzaytirish yoki tibbiy ko'rikdan o'tkazish natijalari haqida hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etish kerak. Agar bu hujjatlar yangilanmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. 30. Pensiya to'lovini pochta orqali oladiganlar. Pochta orqali pensiya oladigan fuqarolarimiz ko'pincha bank kartasidan foydalanmaydilar va ularning yashash manzili haqidagi ma'lumotlar kamdan kam yangilanadi.
Hozirda pochta bo'limlari orqali pensiya oluvchilar har 6 oyda bir marta shaxsini tasdiqlash uchun shaxsan o'zlari murojaat qilishlari shart qilib belgilandi. Bu tartib ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, chekka hududlardan kelib ketishi qiyin bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, Bobur amaki 72 yoshda u chekka qishloqda yashaydi va pensiyasini pochta orqali oladi. U oxirgi marta o'z pasport ma'lumotlarini 3 yil oldin yangilagan. Endi u har 6 oyda pochta bo'limiga borib shaxsini tasdiqlashi kerak. Agar u buni unutib o'z vaqtida bormasa, pensiyasi pochta bo'limida saqlab turiladi va uni faqatgina shaxsan murojaat qilgandan keyin olishi mumkin. Bu esa nafaqa olishda kechikishlarga sabab bo'ladi. Nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirayotganlar. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, lekin rasman yoki norasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, sizning pensiya miqdoringiz qayta hisoblanishi mumkin. Yangi qonunchilikda ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun pensiya miqdorini aniqlashda alohida tartib belgilangan. Ya'ni sizning oylik daromadingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Salim aka nafaqaga chiqqandan keyin kichik bir korxonada rasmiy ravishda ishlashni davom ettirdi. Uning pensiya miqdori va maoshi hisobga olingan holda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar u o'z ish joyi yoki daromadi haqida pensiya jamg'armasiga ma'lumot bermagan bo'lsa, bu ortiqcha to'langan pensiya summasi sifatida qayta hisoblanishi va keyinchalik undan undirilishi mumkin. Bu esa kutilmagan moliyaviy muammolarga olib kelishi shubhasiz. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Yaqinda nafaqaga chiqqan shaxslar, ya'ni so'nggi 1-2 yil ichida pensiya rasmiylashtirganlar. Ularning ma'lumotlari hozircha yangi va to'liq hisoblanadi. Pensiya to'lovini bank kartasiga oladigan va bank ma'lumotlari, shaxsiy ma'lumotlari muntazam ravishda avtomatik tizimlar orqali yangilanib turadiganlar. Aksariyat hollarda bank tizimi va davlat ma'lumotlar bazalari integratsiyalashgan bo'ladi. Bu esa ma'lumotlar yangilanishini osonlashtiradi. Agar sizning pensiyangiz hech qanday qo'shimcha to'lovlarsiz, o'zgarishsiz, muntazam ravishda kartangizga kelib tursa va sizda yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Ammo shunga qaramay ma'lumotlaringizni teko'yish zarar qilmaydi. Mind Part 2. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar bu yangi qoidalar joriy etilganda, tabiiyki, ba'zi istisnolar va tushunarsiz holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Urna raqamli bo'shliq muammosi. Bugungi kunda ko'plab xizmatlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, afsuski, barcha nafaqaxo'rlar ham internetdan foydalanish yoki elektron xizmatlar bilan ishlash imkoniyatiga ega emas. Ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi yoki texnologiyadan uzoq bo'lgan keksa yoshli fuqarolar uchun bu jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Yangi talablar bo'yicha ma'lumotlarni elektron tarzda yuborish imkoniyati mavjud bo'lsa ham, buni bilmaydigan yoki imkoniyat berish uchun pensiya jamg'arma qiladi va xalq qabulxonalari maxsus eshiklar ochishi, qo'shimcha tushuntirish ishlarini olib borish kerak. Agarda sizda shunday muammo bo'lsa, oila a'zolaringizdan yoki qo'shnilaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. 2 tibbiy cheklovlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar kasallik yoki boshqa sabablarga ko'ra mustaqil harakatlana olmaydilar. Masalan, yotoqda yotgan bemorlar. Bunday hollarda shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash yoki hujjatlarni taqdim etish juda qiyin bo'lishi mumkin. Qonunchilikda bunday holatlar uchun maxsus tartib nazarda tutilgan bo'lib, nafaqaxo'rning vakili, yaqin qarindoshi yoki vasiysi zarur hujjatlarni taqdim etishi mumkin. Biroq bu vakolatni tasdiqlovchi notarial tasdiqlangan hujjat, ya'ni ishonchnoma talab qilinadi. Ba'zi hollarda agar nafaqaxo'rning holati juda og'ir bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari uylariga borib, hujjatni rasmiylashtirishda yordam berishlari mumkin. Lekin buning uchun avval pensiya jamg'armasiga yoki mahalla faollariga xabar berish kerak bo'ladi. 30. Byurokratiya hujjatlarni rasmiylashtirishdagi xatolar. Hujjatlarni to'g'ri to'ldirish, barcha kerakli ma'lumotlarni aniq ko'rsatish juda muhim. Kichik bir xato ham, masalan, pasport seriyasi yoki raqamida adash, bank rekvizitlarini noto'g'ri yozish, sizning ishingizni cho'zib yuborishi yoki hatto rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Formani to'ldirishda shoshmaslik, har bir bo'limni diqqat bilan o'qib chiqish tavsiya etiladi. Agar biron bir joyi tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlaridan aniqlik kiritishni so'rang. Ulardan yordam so'rashdan tortinmang. Chunki
Bu sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zan kerakli hujjatlar to'liq bo'lmasligi ham muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, nikoh guvohnomasi, farzandning tug'ilganligi haqidagi guvohnomasi kabi hujjatlar asl nusxasi yoki notariat tasdiqlangan nusxasi talab etilishi mumkin. 4. Muddatlar va shoshilinchlik. Bu yangi tartibga ko'ra ma'lumotlarni yangilash yoki tasdiqlash uchun aniq muddatlar belgilangan. Bu muddatlar har bir mintaqa yoki har bir holatga qarab biroz farq qilishi mumkin. Ammo umumiy qoida shuki, bu jarayonni imkon qadar tezroq yakunlash lozim. Agar belgilangan muddat ichida zarur choralar ko'rilmasa, yuqorida aytib o'tganimizdek pensiya to'lovlari vaqtinchalik to'xtatib turilishi mumkin. Bu esa ayniqsa pensiya bilan kun kechiradigan oilalar uchun jiddiy muammo. Shuning uchun ertaga qoldirmasdan bu bilan harakat qilish zarur. Pensiya jamg'armasi sizni bu muddatlar haqida ogohlantirmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingiz faol bo'lishingiz muhimdir. 5. Ishonchnoma orqali harakat qilish. Agar nafaqaxo'r o'zi pensiya jamg'armasiga bora olmasa, yaqin qarindoshlaridan biri notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida uning nomidan harakat qilishi mumkin. Bu ayniqsa bemorlar, chet elda yashovchi fuqarolar yoki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun juda muhimdir. Ishonchnomada aynan qaysi harakatlarni amalga oshirishga ruxsat berilganligi aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, pensiya ma'lumotlarini yangilash, hujjatlar taqdim etish, pensiya olishda yordam berish kabi aniq vakolatlar yozilgan bo'lishi lozim. Oddiy yozilgan yoki notarial tasdiqlanmagan ishonchnomalar pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinmaydi. Practical advice. Aziz nafaqaxo'rlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz bu vaziyatda nima qilishingiz kerak? 1. O'z kategoriyangizni aniqlang. Avvalo, yuqorida sanab o'tilgan toifalar ichida o'zingizni toping. Siz o'z ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerak bo'lganlar qatoridasizmi? Pochta orqali pensiya olasizmi? Kimdir uchun vasiylik qilyapsizmi? Yoki nafaqaga chiqqan bo'lsangiz ham ishlayapsizmi? Bu savollarga aniq javob topish keyingi qadamlaringizni belgilashga yordam beradi. Agar siz o'z kategoriyangizni aniqlay olmasangiz ham xavfsizlik uchun quyidagi qadamlarni bajarishni tavsiya qilaman. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari bu eng to'g'ri manzil. Siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqishadi va qanday hujjatlar talab qilinishini aniq aytib berishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Hozirgi kunda DXM orqali ko'plab davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Shu jumladan pensiya bilan bog'liq masalalar ham. Agar siz pensiya jamg'armasiga borishga qiynalsangiz, DXM filiallariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga elektron ariza to'ldirishda yoki kerakli ma'lumotlarni yuborishda yordam berishadi. Onlayn portal. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Bog.Agbuz orqali ham ba'zi ma'lumotlarni tekshirish yoki so'rov yuborish imkoniyati mavjud. Biroq bu har doim ham to'liq yechim bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shaxsan murojaat qilish afzalroq. O'tu. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Bu sizning vaziyatingizga bog'liq bo'ladi. Ammo asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha. Pasport, asl nusxasi va bir nechta nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati tugamaganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz yangi namunadagi ID karta bo'lsa, uni ham albatta taqdim etasiz. Pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, pensiya guvohnomasi sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlardan biridir. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Agar siz voyaga yetmagan bolalar uchun pensiya olsangiz, ularning tug'ilganlik guvohnomalari talab qilinadi. Shuningdek, ularning shaxsiy holatini, masalan, o'qish joyidan ma'lumotnoma tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa va bu haqda ma'lumot berilmagan bo'lsa. Bank hisob raqami, plastik karta raqami, pensiya o'tkaziladigan kartaning rekvizitlari. Agar siz bank kartasini yangilagan bo'lsangiz, eski ma'lumotlar o'rniga yangisini taqdim etishingiz shart. Ish joyidan ma'lumotnoma. Agar siz nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan daromadingiz haqida ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnoma sizning rasmiy daromadingizni tasdiqlaydi. Vasiylik yoki homiylikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz boshqa shaxs uchun pensiya olsangiz, bu sudning qarori yoki mahalliy hokimiyat organining qarori bo'lishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalar.
nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa, Medex xulosasi va uning muddati. 4. Ariza qanday to'ldirish kerak? Pensiya jamg'armasida sizga maxsus shakl beriladi. Uni diqqat bilan va shoshilmasdan to'ldiring. Agar biron bir joyi tushunarsiz bo'lsa, xodimlardan so'rashdan tortinmang. Eng muhimi, barcha ma'lumotlar to'g'ri va aniq yozilganligiga ishonch hosil qiling. Arizada shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya guvohnomasi raqami, shuningdek, pensiya olish usuli pochta orqali yoki bank kartasiga aniq ko'rsatilishi kerak. Agar sizda ma'lumotlaringizda o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, yashash manzilingiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bu o'zgarishlarni ariza shaklining tegishli qismida ko'rsatishingiz va tasdiqlovchi hujjatlarni propiska kitobi, nikoh guvohnomasi ilova qilishingiz lozim. Bank rekvizitlarini kiritishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Bank kartasining to'liq raqami, bank nomi va filialni xatosiz yozing. Xato qilingan rekvizitlar tufayli pensiya pulingiz boshqa hisobga o'tib ketishi yoki umuman to'lov kechikishi mumkin. 5. Muddatlarga rioya qiling. Eng asosiysi, bu jarayonni belgilangan muddat ichida yakunlashingiz kerak. O'z vaqtida harakat qilsangiz, hech qanday muammosiz pensiyangizni olishda davom etasiz. Aniqlik kiritish uchun pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz yoki shaxsan borishingiz mumkin. Conclusion and final hook. Hurmatli tomoshabinlar va aziz nafaqaxo'rlar. Bugungi videomizda sizga pensiya tizimidagi muhim o'zgarishlar, shoshilinch rasmiy talablar va ularga qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berdim. Esingizda tuting. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhim. E'tiborsizlik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa yoki biron bir holat tushunarsiz bo'lsa, iltimos videoning ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar barcha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni unutmang. Bu bizning kanalimizga yordam beradi va bu ma'lumotni ko'proq odamlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Va albatta, agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, toki bunday muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, doimo xabardor bo'ling. Salomat bo'ling.